Assalomu alaykum. Davomat nazorati dasturi foydalanuvchilari, bugun biz sizlar bilan ro'yxat bo'limidagi boshqa bandlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi bo'limimiz yangi xodim qo'shish bo'limi. Mana bizga ro'yxat bo'limi ochilgan. Qo'shish tugmasini bosamiz hamda kerakli bandlarni to'ldiramiz. Demak, o'quvchimizning ismi, familiyasi, otasining ismi degan o'rinlarni to'ldiramiz, jinsini belgilaymiz va lavozim hamda yo'nalishlarni ham o'zini yacheykalarida to'ldirib belgilab olamiz. Saqlash tugmasini bosamiz. Mana ro'yxat bo'limimizda yangi o'quvchimiz paydo bo'ldi. Keyingi bandimiz telefon raqam kiritish bandi. Mana ko'rib turganingizdek, yangi qo'shilgan o'quvchimizda telefon raqami yo'q. Demak, telefon raqami kiritish uchun mana shu telefon raqam yo'q degan yozuvni ustiga bosamiz. Bizga yangi oyna ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Telefon raqami o'zgartirish. Demak, hech qanday telefon raqami bo'lmasa, xuddi mana shu formatda hech qanday plyuslarsiz yoki qisqa formatda yoziladigan telefon raqamlarni qabul qilmaydi. To'liq variantda 999, keyin ikkitalik kodi va telefon raqamini kiritishingiz va saqlash tugmasini bosishingiz so'raladi. Ko'rib turganingizdek, yangi o'quvchimiz uchun biriktirilgan telefon raqami ekranimizda namoyon bo'ldi. Keyingi bandimiz ma'lumotlarni tahrirlash bandi. Amallar ustunida ko'rinib turgan har bir o'quvchi to'g'risidagi 3 nuqtadan iborat tugmaning ustiga bosamiz va tahrirlashni boshlaymiz. Demak, qayerdadir xatolik ketgan bo'lsa tuzatiladi, sinfdan sinfga ko'chirish ham xuddi shu yerda amalga oshiriladi. Mana saqlash tugmasini bosib ishni yakunlaymiz. Endi siz bilan rasm o'zgartirish qismini ko'rib chiqamiz. Demak, yana o'sha 3 nuqtali tugmamizga qaytamiz. Rasm o'zgartirish bo'limini tanlaymiz hamda kerakli fayllarimizdan rasmimizni tanlab olamiz. Mana shu o'rinda tizimimiz rasmni o'z formatiga moslab olguncha kutiladi. Rasm tayyor holga kelgandan so'ng saqlash tugmasini bosib chiqib ketamiz. Ko'rib turganingizdek, rasm holati kutilmoqda rejimida turibdi. Bu qachon o'zgaradi? Qachonki barcha Face ID apparatlari rasmni to'g'ri deb tasdiqlasa, muvaffaqiyatli statusiga o'zgaradi. Agar xatolik ro'y bersa, xatolik statusiga o'zgartiradi. Bizda keyingi qism xodimni o'chirish qismi hisoblanadi. O'chirish tugmasi biroz xavfliroq tugma hisoblanadi, chunki bunda agar o'quvchini o'chirib yuboradigan bo'lsangiz, obuna bo'lgan o'quvchingiz qaytadan obuna bo'lishi kerak bo'ladi. Mana 3 nuqtalik tugmaga bosamiz, o'chirishni tanlaymiz hamda ha deya tasdiqlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bizda xodim ma'lumotlari o'chirildi. Bizda keyingisi grafikni tanlash. 3 talik tugmamizni ustiga bosamiz hamda grafikni o'zgartirish degan bo'limini tanlaymiz. Boshlang'ichga o'zgartiramiz. Tanlaymiz va saqlash tugmasini bosamiz. Shundan so'ng, demak, xodimning grafiki o'zgaradi. Navbatdagisi filtrlar boshqaruvi. Filtrlar boshqaruvi uchun bizga yuqoridagi yacheykalarimiz muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Demak, lavozimlardan keraklisini tanlaymiz. Masalan, o'quvchilarni tanlaymiz. Yo'nalishlardan birini tanlaymiz. Sinflar kesimida, demak, mana shu holatda ikkita yacheyka bir-biriga mos ravishda birlashgan holatda ma'lumot ko'rsatadi. Xohlasak filtrlarni o'chirishimiz ham mumkin bo'ladi mana shu ko'rinishda. Keyingisi Telegram holatini ko'rishimiz mumkin. Telegram holati obuna bo'lganlar, bizda hali obuna bo'lganlar yo'q uchun ko'rsatmayapti. Demak, barcha obuna bo'lmaganlar ro'yxatida turibdi. Buni ham o'chirishimiz mumkin. Obuna holatini ko'rishimiz mumkin. To'lov qilganlar, to'lov qilmaganlar. Demak, barchasi to'lov qilmaganlarda turibdi bizda. Telefon raqamlarini ko'rishimiz mumkin, kiritilgan va yoki kiritilmaganlar. Keyingisi rasm holati. Rasm muvaffaqiyatli, rasm kutilmoqda va yoki rasmda xatolik berganlar yo'q. Bizda hamma, demak, rasmi yo'q holatida turibdi. Keyingisi qidiruv bo'limidan biz istaganimizcha o'sha ma'lumotni kiritib, kerakli shaxsning aynan o'zini qidirib topishimiz mumkin bo'ladi. Istasak uning ism, familiyasi, ochiqchasi bilan, istasak telefon raqamlari bilan qidirib o'zimizga kerakli ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi.
Biz o'zimiz tanlagan filtr ma'lumotlarini Excel ko'rinishida yuklab olish imkoniyatiga ham egamiz. Keyingisi, demak, yo'nalishlar nazorati. Yo'nalishlarga kirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, tizim shunday mukammal ishlanganki, tizimga kirganda, yo'nalishlarni tanlaganda qaysidir bo'lim umuman farqi yo'q. Sizda qanday xatoliklar, qanday kamchiliklar borligini eslatma tarzida ko'rsatib turadi. Eng muhim tugmalardan hisoblangan, demak, qo'shish tugmasini bosamiz. Bizga yangi oyna ochiladi. Nomini yozamiz. Masalan, sinf qo'shmoqchimiz, sinfning nomini yozamiz. Grafikini tanlaymiz, yuqori yoki boshlang'ich. Lavozimini tanlaymiz. U qaysi lavozimga kiradi? O'quvchilar, xodimlar, o'qituvchilar hamda smenasi belgilanadi. Saqlash tugmasini bosganda bizda yangi sinf paydo bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek. Yana bir yangi sinf qo'shmoqchimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 3D sinfi deb qo'yamiz. Boshlang'ich. Smenasini ikkinchi smena deb belgilaymiz va saqlash tugmasini bosganda, demak, bizda nima deyapti? Bizda bunaqa sinf mavjud deb bizga eslatma beryapti. Demak, mavjud bo'lgan sinflarni, bir xil nomdagi sinflarni qabul qilmaydi. Demak, 3A sinf sifatida yangi sinf hosil qildik mana. Boshlang'ich va yuqori sinf o'quvchilarining o'qish kunlari orasidagi tafovut borligi uchun biz uni ikkita grafikka ajratganmiz. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarida shanba kuni kelish talab etilmaydi. Xato ketgan sinflar nomi va yoki yo'nalishlar nomini amallar ustunidagi ruchkacha ko'rinishdagi tugma orqali bajaramiz. Ko'rib turganingizdek, ma'lumotimiz tahrirlangandan so'ng saqlash tugmasini bosib chiqib ketamiz. O'chirish tugmasi orqali biz sinflarni o'chirib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Faqat shuni yodda tutishingiz lozim bo'ladi. Qachonki sinflar ichidagi barcha o'quvchilar o'chirilgan bo'lsagina sinfni biz o'chira olamiz. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan sinf ma'lumotlarini Excel ko'rinishida yuklab olishimiz ham mumkin. Yuqoridagi filtrlardan foydalangan holda o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni chiqarib olishimiz ham mumkin. Qo'shish tugmasidan foydalangan holda yangi yo'nalish ochishimiz mumkin. Metod birlashmalar ko'rinishida biz yangi yo'nalish ochishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yuqori sinflar o'qituvchilar lavozimini tanlaymiz va qo'shish. Mana aniq fanlar metod birlashmasi o'qituvchilari bo'limi ochildi. Demak, lavozimlardan o'qituvchilarni tanlaganda filtr orqali faqat shu ma'lumot kelib chiqyapti biz uchun. Demak, filtrlardan mana shu ko'rinishda foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz.